Telefonda beni chaqishyapti. Prezidentga qachon kirishlarini atlab, чтобы я тоже была. Удачи. Shu erkak kishilarga maza eplab turadi, boshini yuvadi, yugurib chiqib ketadi. Siz shundoq uchun zakladки Spasibo. Салам алейкум. Весна. Of the 150th Assembly of the Interparliamentary Union. Вы такая молодец, вы такая помощница Шавката Рамоновича. Наверное, это от Бога все-таки какая-то миссия. Огромное вам спасибо. Поздравляю вас. Asosan shu oliy ta'limda kasbiy ta'limni tashqi sifatida ta'minlash bo'yicha. The time is amazing, perfect time. For democracy, for everyone. Она будет отвечать за наше сотрудничество. Я принял решение. Thank you very much. O'shancha ikki bosqichli bo'ldi. Oldin unaqa tizim bo'lmadi. Qachon muhofaza Spetsiyalistlar kerak. Hujjatingiz ko'p ekan Jahongir aka. Bolalar kontentini yaratishni rivojlantirish bo'yicha topshiriqlar bo'lgan. Har bitta har bitta yo'nalish ichiga kirib so'rayveradi. Siz qachon boshlamoqchisiz? Men поддержка to'lamoqchiman. Muzikальный образовательный kafelar bilan boshlab, keyinchalik детский shoular. Shunga joylarni ajratamiz, texnikalarni ham qilib beramiz, tayyorlaymiz. Odamlar tasavvur ham qilmaydi qanchalik qiyin ishingiz. Endi ko'rishadi. Строители deyapti, медицина deyapti, robototexnika deyapti. Это очень важный момент. Voy, Shavkatrosa xursand bo'ladi. Sadiq, to'q pomidor. Kelajak uchun hurmatimizni qo'yishgan. Jahongir aka rahmat. Siz молодецsiz. Quloqdan kiradilar. Siz bilan dokumentlar bilan ko'rmoqchimisiz? O'zingiz boshqa ham bo'ladi. Pomidor, ты устал? Конечно, он устал. Faqat bitta odam charchamadi. Да, Ketdimmi? Я на связи всегда. Azizdan albom keladi. Safarlaringizdan ham qiyin ekan bu yerga kelishingiz. Gapirmang. Ketma ket. Biz ham siz vaqtingiz yo'q. Ketaveraymi? Hozir yana qaytib kelasiz. Shu borib ishimni qilib keling, tezgina, keyin qaytib kelaman. Да. Rahmat sizga ham. Xo'p, bo'pti, yaxshi qolinglar. Undan bilan na связи. Xo'p, bo'ladi. Har kuni shunaqami? Да, конечно. Кто состав? Yaxshi bo'ladi. Soat 8 bo'ldi-ya.